Nozimjon, yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tor. Cho'qing to'y bola. Alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'yib oling. Yaxshilar fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmang, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yuramiz konsofga. Ko'ryapsan, Brusli ham pechenga solyapti. Siz ham pechenga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'g'adalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Bitta bilan turib olib qichqirmang, oba, jicha uxlaylik. Davay. Atboy. Derajdenelar qulluq bo'lsa bitta puf deb qo'ying, ha, bo'pti mana. O'rniga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yag'ida silliq bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Ha? Bo'ldi, masajga boraman sizni to'y bola. Yes, tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj ovorasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% ni to'lab, qolgan noy-moy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroyda. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayskiy masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi Xo'razmga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yordingiz, Xo'raz bola. Buya, meritokrasiya. Amina seksi babela. Buya. Xonsaroy kompaniyasining Muhabbat shahri loyihasida boshlang'ich 20% to'lovni to'lab, qolganini 50 oylik muddatda bo'lib to'lashingiz mumkin. Ana, zo'r bo'pti mana, xalq qo'ylabdi-da. Hosilni yig'ishtirib, ilmoshni sotib olamiz bitta, qo'shni bo'lamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Kusyaptimi bu? Nima bo'lyapti? Ha, qo'yor, o'zi nogiron bola ekan. Kimni nogiron deyapsiz, boboy? Normalniy bolamanmi? Endi tushib gaplashsak bo'ladi. Nima bo'lyapti? Nima qilyapsiz? Hurmatingiz bilan. Menga qara, meni qo'limcha ketma o'shab qotib ketgan. Qulog'ingni burab qo'yaman. Ovozdan river eshitasan, tushundingmi? Yoshsiz hurmat qilib turman, nariroq turing. Nima qilasan? Tonishasanmi? Ha? Ber sumkani ushlab turaman. Sumkani ber. Sumkam yo'q-ku. Maktabda sumka sho'r o'rgan qolib qolishar bo'pti. Nima bo'lyapti? Hurmatingiz bor sizni. Sani hurmati yo'q bo'lmasa, bir tiyin bo'lasan. Hurmatingiz bor, boboy. Qodir hurmatingiz bor deb urgunda tegar ekan. Uka, hurmating bor uka. O'zingga keldingmi uka? Bu jentra minyapman degan zo'rman degani emas, o'zingni bosib olgin. Spalniyda yotib olgandek haydasang, o'tirib haydasang bo'laveradi mashina. Boshim yomon o'ryapti. Sizlar bilan melisaxonaga gaplashamiz. Aytdim-ku, bu hali turishdanlik. Terapiya bolaga o'xshayapti dedimmi? Adashma. Matapila. Qanaqa matapila, terpila. Ana, bilatda o'zini kimligini. Bir mushga yarab beraman, ey. Hozirgi yoshlar nimjon nima yeb katta bo'lyapsan uka? Masalan, men sushi, chichivitsi, musko kaprisni yoqtiraman. Muska odam kapriz bo'lmaydi, qo'y yog'ini bosib yeyish kerak uka. Ana nonga qo'shib qo'y yog' zo'r ketar-da, esingdami? Shakar choy bilan ham zo'r ketar qo'y yog'i. Pishgan qo'y yog'iga xom qo'y yog'ini aralashtirib yeyorsa ham zo'r ketardi. Nima, faqat qo'y yog' yegansizlar? Boshqa narsa bo'lmaganda yegan. Mazalaringiz qochib qolmaydi, faqat qo'y yog' yegandan keyin. Maza qochib qolsa, qo'y yog'idan sutlab qo'yishardi, yaxshi ketardi. Bo'ldi, amaki ketdim, yozib berdim. Yo, to'xta. Sal o'zing kelib, keyin ketasan. Juda bir nimcha bir shug'ullanib turishing kerak ekan-da. Biz yoshligimizda rosa shug'ullantirishardi. Hali odam qolmasdan itlarga qo'yib berishardi, it bilan urushardi. Yo'q-e? U ishdim emas, meni otga qo'yib berishgan. Nima bo'lgan? Teng chiqqanmiz. Ana, ko'rdingmi? Mayli boboylar, men ketdim. Atak o'qizib qo'yardim, prosta hurmatinglar bordi. Bu yoshlar o'ziga o'zi tilab oladi-da shunaqa qilib. Quvlaymi orqasidan? Quvla solamiz, ammo hurmatingiz bor deb solamiz biz. Ketdik.